Juda yaxshi, eng asosiysi sog'lom. O'zim ham rosa ham xursand bo'ldim. Homiladorlikning 3-oyida shifokorlar bu oilaga kutilmagan xushxabarni aytishdi. Bir emas, 5 nafar chaqaloq dunyoga kelishi ma'lum bo'lganda, ota avvaliga bunga ishonmadi. Ammo vaqt o'tib, turmush o'rtog'ining holati va shifokorlarning xulosalarini ko'rar ekan, bu hayotining ulkan mo'jizalaridan biri ekanini qalban his qildi. Andijonda 5 nafar egizakning dunyoga kelishi ana shunday hayajonli voqea bilan boshlandi. Ajoyib bo'lsa kerak. Men o'zim birinchi eshitganimda o'zim ishonmaganman. Chunki doktorlar ham ishonmagan. Birinchi ko'rsatganimizda doktorlar to'g'risi hali apparatim ham ishlamayapti degandek bo'lganda, keyin shu opamiz ko'rib berdi, ancha-muncha yordam berib, davolab opamiz qaradi. Kelinning qaynonasi ham quvonchini yashirmaydi. Mening bitta o'g'lim bor edi. Endi esa uning 5 nafar egizaklari bor. Bundan ortiq baxt bo'ladimi? Boshidan beri bilib turdik 5 taligini. Allohga shukr, hamma yo'g'ini qilib berdik. Sharoitlar yaratib berdik, o'ziga ham qulayliklar yaratib berdik. Mana shu Xudo shu ikkala olib keldi. Alhamdulillah, bolalarini sog'-salomatlariga bosib oldi. Bu xonadondagi quvonch nafaqat oila a'zolari, balki ushbu mo'jizaga guvoh bo'lgan shifokorlarning ham chehrasiga tabassum ulashdi. Egizaklarning 3 nafari qiz, 2 nafari esa o'g'il. Chaqaloqlar Andijon shahar 2-son tug'ruq majmuasida kesalchi kesish amaliyoti orqali dunyoga keltirildi. Eng kichkinasiniki kilosi 1 kilo 250 vaznda, eng kattasiniki 1 kilo 650 vaznda tug'ilishdi. Chaqaloqlarimizning holatlari muddatiga yetmay tug'ilganligi sababli ular og'ir holatda hisoblanadi, lekin bu bolalarga biz o'z vaqtida yordam ko'rsatib, sipap apparatlariga qo'ydik, kerakli muolajalarni jo'natganimizdan so'ng chaqaloqlarimizning holatlari ancha stabillashdi. Mutaxassislarning ma'lum qilishicha, ona va 5 nafar chaqaloqqa ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida ular hozirda Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Andijon viloyat filialiga o'tkazilgan. Ayni paytda ularning barchasi malakali shifokorlar nazorati ostida. Endi ism rosa 5 taga endi topish ham oson emas. 10 ta ism taxlab qarindosh urug'lar to'plab qo'yganimiz bor. Shu to'plab qo'yganimizdan 5 tasini Xudo xolasa endi qo'yamiz. Biz ushbu baxtli oilaga farzandlarini sog'-salomat voyaga yetkazish yo'lida kuch-g'ayrat, sabr-toqat tilaymiz. Yangi mehmonlar xonadonga doimo baxt, fayz va qut-baraka olib kelsin. Gulzira Rustamova va Nesbila To'rajonov Zamon informatsion dasturi uchun.